Assalomu alaykum hurmatli Drongo obunachilari. Mana o'sha va'da qilingan video hamda 170 ga bosadigan elektron samokatimiz. Demak, videoni boshladik. Bu modelimiz Kugo brendiga tegishli LX11 Plus modeli. O'sha aytganimdek, buni erkalatib Monster deb atadik. Bilasizlar, Kugo brendi mana shunaqa samokatlar chiqarishda eng chempion brendlardan hisoblanadi. Buni modeldagi sifatga umuman shubha qilishga umuman hojat yo'q. Demak, bu skuterimizni, samokatimizni birinchi yoqishdan boshlaymiz. Bismillah. Mana bu tugmani bosib turasiz. Tabloda ko'rishingiz mumkin. Mana tablo yondi. Bunda o'zi zavodskoy parolli bo'ladi, qulflangan. Mana kodini ochish uchun 4 ta 0 terasiz. 0 ni mana bu plusni bossangiz, o'zi mana har bitta bosganingizda bitta raqamga aylanadi. Shuni 0 qilib terasiz. 0 ni bosasiz, o'chirish tugmasini bosasiz, bo'ldi. Keyingisiga o'tdi, yana 0 ni bosasiz, o'chirish tugmasi 0, o'chirish tugmasi 0, hamda o'chirish tugmasini endi 4 ta 0 terganimizdan keyin bosib turishingiz kerak. Mana elektron samokatimiz yondi. Bu yerda tablosida barcha ma'lumotlarni ko'rib tursangiz bo'ladi. Eng muhimi, bu samokatimiz 3 bosqichli elektron skoroskga ega. Har bir skorosini aynan mana shu plus tugmasini bosganingizda mana Eco birinchi eng sekin pozitsiyasiga o'tdi, skorostiga, sport hamda race. Mana shu eng tezi hisoblanadi. Aytgancha, ma'lumot o'rnida aytib o'tishimiz kerak. Bu elektron samokatimizni oldi baloni 1.5 watt motor quvvatiga ega, orqa baloni ham xuddi shunday 1.5 watt motor quvvatiga ega. Общий bu samokatimiz 3000 watt motor quvvatiga ega. Tezligi soatiga naqd 170 km. Motor quvvati 3000 watt bo'ladigan bo'lsa, buni akkumulyatori hamda yurish masofasi ham tezligiga mos. Ya'ni akkumulyatori 60 volt, 31.2 amper. Bitta to'liq quvvat bilan 160 km masofani bemalol bosib o'tasiz. Tezligini aytganimdek, naqd 170 km. Bir narsani eslab qoling. 170 tezlik bu ограничениyani olib tashlaganda 170 ga chiqadi. Buni to'g'ri qabul qilish kerak. Sababi ограничениyani qo'yishdan sabab hamma ham bunaqa tez 170 km da yuraman deb hayotini xavfga qo'ymaydi. Shuni hisobiga ограничение qo'yilgan. Bu 100 dan sal oshiqroq bosadi. Ограничениyani olib tashlasangiz, aytganimdek 170 km masofani tezlikka chiqadi. Demak, hozir sizga ko'rsataman. Balonni ko'targan holda orqa baloni hozir skorost parkingga tushib qolibdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bitta ko'rsatib qo'ying kameraga. Bu birinchi tezlikdagi, mana Eco rejimda mana shu holatda. Sport rejimida 80 ga chiqyapti. Race'da 109-108 ga chiqyapti. Hozir endi bu faqat orqa balonni tortishida shunaqa chiqyapti. Biz oldi balonni qo'shganimiz yo'q. Oldi balonni tortadigan qo'shish uchun DDM mana bu tugmani bitta bosadigan bo'lsangiz, mana ko'rishingiz mumkin. Endi ko'targan holatimda ham hozir bitta pastlatay, bo'lmasa tortib ketib qoladi. Mana oldi balonni ham tortyapti. Ko'rgan bo'lsangiz, mana orqa balon tekkani yo'q. Mana oldi balon tortyapti. Endi va'da qilingandek, bu monsterimizni qulayliklarini birma-bir aytib o'tadigan bo'lsam, oldi orqa tormozi JITX bilan jihozlangan. Ya'ni shunchaki qo'l tormozlar emas, bular JITXli qo'l tormozlar. Monitorida, ekranida, tablosida har xil nomlansa bo'lar ekan. Barcha ma'lumotni ko'rib tursangiz bo'ladi. Bu yerda tezligi, mana bu yerda hozir parkingda turibdi. Aytib o'tganimdek, mana Eco rejim, sport rejim hamda race rejimga qo'ysangiz bo'ladi. Bosib o'tgan kilometr masofangizni ham ko'rib tursangiz bo'ladi. Chiroqni yoqish uchun mana bu plus tugmasini bosib tursangiz, chiroq yonadi. Yana bosib tursangiz mana o'chadi. Pavorotniklariga men maza qildim. Ko'ring. Pavorotnikni o'qtarsangiz ham tugmasini topolmaysiz. Pavorotniklari mana bu yerdan yoqilar ekan. Bosasiz, mana ko'rishingiz mumkin. Pavorotnik yondi. O'zi mana bu yerlari ham chiroqlari mana chiroqni yoqqaningizda, tungi chiroqni yoqqaningizda o'zi mana bu yerlar har xil sveta muzika bo'lib o'ynab turadi. Yana buni bosganingizda pavorot o'chadi. Bosasiz yonadi, bosasiz o'chadi. Bu modelimizni
Yig'ish ham unaqangi qiyin, murakkab emas. Shunchaki mana bularni ochasiz, buni ko'tarib shunday pastga tushirsangiz bo'ldi. Monsterimiz yig'ilib ixchamgina bo'lib qoladi. Orqasida ko'rishingiz mumkin, katta ikkita amortizatori bor. Bu ham oddiy plastmassa emas, temir bu. Temirli. Orqasida mana bunaqa loy sachratmasligi uchun qanotlari joylashgan. Mana bu nimalarni ham ko'rishingiz mumkin. Diskli tormoz anaqa sistemasiga ega. Orqada mana chiroqlari ham yonib turadi. Mana. Tormozni bosganingizda mana chiroqlari yana ham yonadi. Qizil bo'lib, kuchliroq yonadi. Bu o'zi qizil bo'lib yonib turishining sababi qorong'ida kimdir orqangizdan ko'rmay qolishini oldini oladi. Signali ham juda ham baland. Mashinani signaliga o'xshaydi. Faqat orqasida emas, oldida ham amortizatorlari bor. Bismillah. Ko'ryapsizmi? Bu monsterimiz boshqa elektron samokatlarga o'xshab, sal tezlikka chiqishingiz bilan aqabaqa tashab, ali rullari qaltirab, sizni xavotirga solmaydi. Buni rullari ham juda mustahkam ishlangan. Balon, amortizatsiya, bular hammasi mustahkam ishlangan. Balonni ham yaqinroqdan ko'rsating, ko'rishingiz mumkin. Tishlari katta, balonni hajmi ham mana katta. Bitta mushuzdan ancha katta turadi, qalinligi. Aytgancha, ramasi ikkita baquvvatli ramaligini hisobiga tez ketib turganingizda ham boshqarishda noqulaylik tug'dirmaydi, sizni xavotirga qo'ymaydi. Ko'rishingiz mumkin. Endi eng qiziq joyi bu monsterimizni narxiga keldik. Narxi atigi shuncha qulayliklari bilan birgalikda tezligi, motor quvvati, tezlik yurishi, masofa, kilometr bosib o'tishi bilan narxi atigi $1400. Sizga ham ma'qul kelgan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga hoziroq aloqaga chiqing. Butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda cheklanmagan miqdorda yetkazib beramiz. Bizni sahifamizni kuzatishda davom eting. Albatta, bundan ham qiziq elektron samokatlarimiz hali oldinda.